I found a love. Vo? Ana men gaplashgan qizmi? Nechun tushuntiram? Ismi nima edi? Azodami? Yo'q, Muslima. Yo'q, Ruxsora. Isming nima? Kim bu? Kimsan? Qiz bolami? Isming nima dedim? Dilbar? Dilbar, qalaysan? Yaxshimisan? Charchamayapsan? Nima, meni kutib turibdi? Sizni bekorga tashlab ketmaganim menga yana bir marta oshkor bo'ldi. Nimaga? O'shanda ham ismimni bilmadingiz. Meni ismim Shahnoza. Bugundan boshlab Dilbarsan. Voy beka, menga Dilbar ismi yo'qshini qattan bo'ldingiz. O'zicha mengacha yoshligimda oyimlar, dadamlar Dilbar deb ism qo'ymoqda. Xo'p, Komila ketdik. Beni süründürdü